Bundan bir necha yil avval o'zimni har yoqqa urib ishlagan vaqtlarim. Lekin o'zimni hech topolmaganman. Montajyormanmi, operatormanmi, do'konchimanmi, bozorchimanmi bilmayman. Lekin eslasam, doim mashhur inson bo'lishni xohlaganman. Hozir orqaga qarab, ha, men buni uddala oldim degan his ichimda o'tadi. Lekin o'sha vaqtlari orzularim juda ham katta, ammo o'zimda qanaqadir energiyasizlik his qilardim. Ertaga qilaman dedim, lekin hech qachon o'sha erta kelmas edi. Har kuni bozorga chiq, kompot sot, pul topish kerak, unaqa, bunaqa. Bir xil hayot takrorlanaverardi. Kitob o'qishni, sport bilan shug'ullanishni, o'zimni ustimda ishlashni, to'g'ri yo'lda ketishni xohlardim, lekin o'sha to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan odam yo'q edi. Ya'ni ustozim yo'q edi. Keyin esa oradan bir qancha vaqt o'tgach, aynan mana shu ustozni qidirib topdim. Ular bilan birga ishlashni boshladim. Meni bugungi holatimga kelishligimga, yonimdagi bor shogirdlarim, jamoamdagi insonlar, bozordagi meni, ya'ni shu sohadagi mavqeim bormi, ochgan agentstvom bormi, hammasida mana shu ustoz, ya'ni Absattor aka Abdurahimovning o'rinlari eng muhimi hisoblanadi. Ular bilan ish boshlagan vaqtlarim esimda, kuniga 3-4 soatlab uxlab, ko'zimda uyqu to'ymasam ham ishlashga majbur bo'lardim. Toshkent shahrining o'zida bo'la turib, uyim, ofisim, oilamda oldiga ularni ko'rish uchun haftada bir marotaba, ya'ni 7-8 kun ichida bir marotaba kelib, yana ofisga borib, qayta o'sha yerda ishlab, yotib qolib, shunaqa holatda harakat qilishimga to'g'ri kelardi. Nima uchun? Orzular katta, maqsadlarimga erishishim kerak. Meni hozirgi holatimdan chiqarib ketadigan, o'zimni maqsadlarim tomon harakatlanishim uchun shu yo'l kerak ekanligini menga ustozim zo'r qilib tushuntirib bergandilar. Lekin hozirgi kundagi bolalar juda ham ko'plab vaqtlarini isrof tashlayapti. Reelslar ko'rib turib, scrolllar qilib, seriallar ko'rib o'tirishligi, gamingga kirib ketish, ya'ni o'yin, kompyuter o'yinlari bilan mukkasidan ketib qolib, vaqtlarini behuda o'tkazib qo'yishligi ochig'i meni hayron qoldiryapti. Hozirga qaraydigan bo'lsa, yilni yarimdan ko'p o'tib bo'ldi, lekin ko'pchilik hali qo'ygan maqsadlarini 50%, yarmiga ham yetib bormagan. Hatto yilni boshida 10lab, 100lab maqsad qo'ygan bolalar ham bo'lsa 1 yoki 2 donasigina maqsadlari bo'yicha to'g'ri qadam tashlab ketayotgan bo'lsa kerak. Bunga nima sabab desa, ko'pchilik dangasalik deydi. Yo'q, bu dangasalik emas, miyani o'zini himoya qilish mexanizmi deyman. Bu nima degani? Sizda bir qo'ygan maqsadingiz miyangiz uchun qiyinlik qiladi. Va mana shu qiyin ishlarni bajarish o'rniga sizga yoqadigan, osonroq bo'ladigan va foydasiz narsalarga vaqtingizni behuda o'tkazib, o'zini himoya qilishlikka harakat qiladi. Siz bu holatdan chiqib ketmaydigan bo'lsangiz, shu holatingizda yurib, maqsadlaringizga erisha olmay, o'zingizga yetadigan pulni zo'rg'a topolmay, shu holatda qolib ketaverasiz. Buni qancha tez anglaydigan bo'lsangiz, bu holatdan shuncha tez chiqib ketasiz. To'g'ri, bunaqa holatda dangasalikning ham o'rni bor, lekin dangasalik bu insonning fe'l-atvori emas, bu insonning odati hisoblanadi. Odatlar esa o'zgaradi. Men ham shunaqa yurardim, maqsadlar qo'yardim, daftarlarimga yozardim, bugun uni qilaman, bu oyda buni qilaman deb, lekin daftarda yozilgan narsa deyarli daftarning o'zida qolib ketadi. Bunaqa holat bilan yilni oxiriga borgandan keyin maqsadlarimda yarmi ham ushaladigan bo'lsa, shu erishgan bo'lsam ham o'zimni aldab, xursand bo'lib yuraverardim. Ammo bu muammoga qanday qilib yechim qilishni bilmasdim. Keyin esa karantin vaqti kirib, zamonaviy kasblar kirib kelishni boshladi. Bu esa menga imkoniyat yaratdi. Karantin vaqtida o'qidim, kasb o'rgandim, o'zimni ustimda ishlashni boshladim. Shu o'sib borayotgan vaqtimda o'zimga ustoz topdim. Meni keyingi bosqichga chiqishimdagi eng asosiy sabab bo'lgan narsa aynan ustoz topganim bo'ldi. Sport bilan shug'ullanmasdim. Har kuni sport bilan shug'ullanish menga ko'proq energiya berishni boshladi. Tartibsiz hayotimda ishlarimni tartiblashni boshladim. Ustozim esa menga maqsadim uchun reja tuzishni va buni to'g'ri tatbiq qilishni o'rgatishni boshladilar. Bu o'rganganlarim ichida eng kichkinasi xolos. O'zimni qidirib topish uchun zamonaviy kasblar deyarli barchasini o'rganib chiqdim. Grafik dizaynerlik, operatorlik, montajyorlik, hatto dasturlashni ham o'rgandim-u, lekin kodlar bilan yashash men uchun emas ekan. Va bu sohaga chuqurlashmadim. Marketing va mediadagi deyarli barcha kasblarda ishlab ko'rdim. Hatto ustozim Absattor aka Abdurahimov bilan birga o'quv markazida millionlab daromad qilishni boshladik. To'g'ri, biznes ularniki edi. Men esa ularga yordam berardim. Keyin esa marketing meni siqib chiqardi. Ya'ni marketingda meni rizqim yo'q ekan. Bu daromad masalasi emas. Pul bo'yicha bo'lsa, hozir ham marketingda rizq topishimga ishonaman. Lekin darajam rizqlanmaydi.
Marketingni o'zim xohlaganchalik o'solmadim, rivojlana olmadim. Aynan mana shu narsa meni rizqlantirmadi. Shu bilan bir kun shayximizning bir ma'ruzalarni eshitib qoldim. Alloh taolo sizga bir kasb berdimi va u orqali sizni rizqlantiryaptimi, o'sha kasbni mahkam ushlang. Agar u kasb sizniki bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taoloning o'zi sizni boshqa kasbga olib tashlaydi. Menda ham shunaqa bo'ldi. Marketing meni o'zidan chiqarib yubordi. Lekin media meni o'zidan chiqarib yubormadi. Orada ishsizam qolib ketdim. Marketingni ishlab yurgan paytlarimda mediadan ham ancha narsalarni o'rganib olgandim. Va hobbi qilib yurgan meni YouTube kasbim bu yerda rosa yordam berdi. Qisqacha tushuntirib beraman, media degani faqat YouTube degani emas. U gazeta, televideniye, ijtimoiy tarmoqlar va hokazo. Shundan keyin YouTube orqali pul topishni boshladim. Ya'ni YouTube mutaxassislik qilib, bir nechta loyihalarni bir vaqtda yuritib, daromad qilardim. O'sha vaqtlari esimda, Ma'rifat Jamalda YouTube loyihalarini yuritayotganimda boshqa bir ustozim Abdulhakim aka Zarif menga HRlik ishi bo'yicha katta kompaniyada bir challenge sifatida ishga taklif qildilar. Men HRlik sohasini tushunmayman, bilmayman desam, keling o'zim o'rgataman, o'rganasiz va ishlaysiz deb turib, hozirgi siz biladigan gigant kompaniyalardan biri Ilmikon kompaniyasida HR yordamchi sifatida ishga kirishni boshladim. Katta kompaniyaning bir bo'limini direktorlik lavozimigacha chiqishda menga bir muhim insight rosa qo'l kelgan. Ya'ni o'z bilimingga investitsiya kiritish. O'sha vaqtlarda HR sohasida yanada yaxshiroq ishlashligim uchun, kompaniyada o'zimni ko'rsatishligim uchun Kozimxon aka To'rayevda HR kurslarida o'qiganman. O'sha payt esimda adashmasam 50 milliondan ortiq summaga ularda o'qib, o'zimni bilimimga investitsiya kiritganman va bundan hech qachon afsuslanmayman. O'sha vaqtlarda YouTube bilimini bilganim va parallel ravishda YouTube loyihalarida ishlaganim menga Kozimxon akaga shogird tushishdan tashqari ularning loyihalarini olib YouTube'larini yuritishga hozir kungacha davomli ravishda ular bilan birga ishlab kelishligimni ta'minladi. Esimda HR direktor bo'lib ishlab yurgan paytlarimda aynan hozirgi vaqtdagi agentligimni ham biznes planlarini tuzib, agentligim uchun harakat qilib, rejalar tuzardim. Kunlarning birida ustozim esa u kompaniyadan ketadigan bo'ldi va men uchun ham HR lavozimi, HR challenge shu joyda tugadi va agentligimga YouTube bo'yicha yanada chuqur kirib ishlashlikka diqqatimni qaratdim. Shuni ayta olamanki, YouTube meni daromadimda ham, o'zimda ham 5, hatto 10 barobar rivojlantirib yubordi. Va eng muhimi men o'zimni topdim. Boshida aytganimdek, hammada dangasalik odati bor. Bu xarakter emas. Buni yomon tomoni yo'q. Bu shunchaki odat. Siz esa bu odatni yaxshi odatlarga almashtirishingiz kerak. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz biror bir rejamizni yoki ishimizni kichik bo'laklarga bo'lib chiqishdan boshlanadi. Filni butunligicha yonmaysan, uni bo'laklarga bo'lib tashlasang, shunda hammasini yeyishing mumkin degan iborani shu yerda misol qilib keltirsak, siz qilmoqchi bo'lgan ishda ham bo'laklarga ajralib chiqsangiz, qiladigan ish oson bo'lib qoladi. Ikkinchi navbatda qiladigan ishingiz avtomatik tartib yaratish. Bu nima degani? Sizda har kuni takrorlanib turuvchi odatiy ishlar bor. Bu kitob o'qish bo'lsin, bu sport bilan shug'ullanish bo'lsin, darslarni tayyorlash bo'lsin va hokazo. Mana shu narsalarni ketma-ketligi bo'yicha tartiblab olasiz. Misol uchun har kuni ertalab bomdod namozidan keyin siz 10 daqiqa yoki 1 soat kitob o'qishlikka vaqt ajratasiz va buni har kuni bomdod namozidan keyin qilib boradigan bo'lsangiz, bu avtomatik tartib hosil qiladi. Ya'ni sodda qilib aytganda odat shakllanib oladi. Ya'ni siz bomdod namozini o'qidingiz, avtomatik ravishda organizm, miya, butun tana kitob o'qishlik kerak ekanligini biladi. Va siz shu tartibni yarata olsangiz, har bir ishlar kun davomida ketma-ket avtomat tarzda bo'lib boradi va siz bu haqida o'ylab ovora o'tirmaysiz. Uchinchisi esa 2 daqiqa qoidasi. Bu nima degani? Agar siz biror bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, 2 daqiqa qoidasiga qo'yishingiz kerak. Misol uchun kitob o'qimoqsiz. Kitob o'qiydigan bo'lsangiz 2 daqiqa o'qib ko'ring. 2 daqiqa ichida qancha kitob o'qisa bo'ladi? Bir sahifa, bir bet o'qib ko'rish mumkin. O'qidingizmi, sizda ijobiy kayfiyat, ya'ni kitob o'qishga bo'lgan xohish bormi? U kitobni yana o'qib, o'zingiz belgilangan muddatda davom etishingiz kerak. Agar 2 daqiqa ichida ijobiy kayfiyat ola olmaydigan bo'lsangiz, boshqa ishga o'tishingiz kerak. Bu dars qilish bo'lishi mumkin yoki bir uyda yig'ishtirish mumkin bo'lgan va hokazo. Bu yoqdagi asosiy maqsad o'zingizga ijobiy kayfiyat beradigan ishni topib, o'sha ishda belgilangan muddatda harakat qilish bo'ladi. Va shu yerda bir narsani unutmaslik kerakki, bu sizga foyda beradigan yaxshi odatlar bo'lishi kerak. Ya'ni sizni shaxsiyatingiz ustiga yordam beradigan yaxshi odat ustida ishlang. Bu o'rgatgan uslublarim sizni dangasalikdan chiqishingizga yordam beradi. Lekin keyingi qadamga o'tishni esa sizga xuddi menga kerak bo'lgani kabi YouTube kerak bo'ladi. YouTube shunaqa zo'r instrumentki, uni to'g'ri ishlatadigan bo'lsangiz, sizga foydasi cheksiz desam bo'ladi. Misol uchun bir yangi kasb o'rganmoqchi bo'lsangiz, ortiqcha chalg'itishlarsiz, xarajatlarsiz YouTube'ni o'zidan bemalol o'rganib, fundamental, ya'ni boshlang'ich bilimlarni o'zini o'rganib, shu sohaga kirib kelishligingiz mumkin. YouTube nafaqat o'z yo'limizni
topishga, balki daromadimizni ko'paytirish uchun ham zo'r imkoniyatni bera oladi. Dunyodagi kontent bozorida millionlab, trillionlab pullar aylangan paytda biz ham buni bir kichik qismini o'zimizga olishligimiz mumkin. Ya'ni siz biznesmen bo'lasizmi, oshpaz bo'lasizmi, SMM menejer bo'lasizmi? Endi YouTube dan foydalangan holatda yanada mashhurroq bo'lib, o'zingizda xizmatingizni, mahsulotlaringizni yanada ko'proq odamga masshtablashtirib sotish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. YouTube'ga kirib keldingiz, o'zingizning xizmatlaringizni sotish uchun mutaxassisligingizni insonlarga ko'rsatdingiz. Endi shu bilan men keyingi darajaga chiqib qolamanmi desangiz, mutaxassislik jihatidan yo'q. Sizning sohangiz bo'yicha shunaqa mutaxassislar borki, yoshlari katta yoki bo'lmasam xarakterlardan kelib chiqqan holatda ular mediaga kontent qilishni xohlashmaydi. Bu bilan nima demoqchiman? YouTube sababidan faqat o'zingizning shaxsiyatingiz yaxshilanishligi, daromadingiz yaxshilanishligidan tashqari boshqa odamlarga ham bo'lib massiv, ya'ni ko'p auditoriyaga yordam berish imkoniyatlari ochiladi. Men yuqorida aytgan strategiya sizni dangasaligidan olib chiqadi. Ishlaringizni, hayotingizni tartiblashga yordam berib, yilning oxirigacha maqsadlaringizga erishishga yordam beradi. Faqat bu yerdagi eng muhim narsa o'zingizga to'g'ri ustoz topib, ular bilan birga ishlay olishligingiz ham muhimdir. Yana bir shunaqa kichik narsa borki, sizni maqsadingizga erishishdan qaytarib qo'yadi. Bu nima deydigan bo'lsangiz, hali vaqt bor degan fikr. Hali vaqt bor, to'g'ri, lekin juda ham kam. Kunlar qanaqa tez o'tib ketayotganini shaxsan meni o'zim ham bilmay qolyapman. Bugun mana nimalar bilan o'tdi, qanaqa o'tdi, juda tez o'tib ketdi. Xuddi shunday siz ham videoni boshida kirdingiz-ku, birpasda qanchasini ko'rib qo'ydingiz yoki videoni ko'rayotgan kuningizni o'zida qanaqa o'tkazib qo'yganingizni ham orqaga qarang. Bu degani vaqt bormi? Ha, bor, lekin ko'p emas. To'g'ri ustoz tanlash haqida gapiryapman-ku, lekin to'g'ri ustozni qanday topish haqida to'xtalganim yo'q. Agar sizlarga ham bu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda o'zimdagi amaliy misollardan, ustozlarimning bergan tavsiyalardan to'g'ri ustozni qanday topish bo'yicha video chiqarishim xohlasanglar, kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda to'g'ri ustoz topish bo'yicha o'zimdagi amaliy keyslarni sizlarga ham ulashaman. Yuqorida keltirilgan rivojlanish strategiyasi sizni amal qiladigan bo'lsangiz, keyingi bosqichga olib chiqadi. Bundan tashqari esa sizga bizda bir muhim yangiligimiz bor. Jamoamiz bilan sizlar uchun yangi produkt ishlab chiqdik. Bu produktda siz YouTube orqali daromadingizni oshirib, o'zingizda yangi sohada ham sinab ko'rishingiz mumkin. Bu produkt kimlar uchun to'g'ri keladi? Media sohasida ishlaydigan, YouTube orqali daromadini ko'paytirmoqchi bo'lgan har qanday kasb egalariga. Misol uchun operatorlar, montajyorlar, mobilograflar, content menejerlar, marketologlar, ssenaristlar va hokazo va hokazo. Bu kasblardan tashqari zapus sohasida ishlab prodyuser bo'lganlar yoki bo'lmasam o'zi uchun yangi kasbni kashf qilib, shu orqali daromad qilmoqchi bo'lgan har qanday insonga to'g'ri keladi. Bundan 1 yil avval ushbu produktimizda har xil kasb egalaridan 20 dan ortiq o'quvchilar o'qib kelib, o'zlarining yo'nalishlarida va YouTube yo'nalishida natijaga erishdi. Bularda orasidan uy bekalari ham bor, content menejerlar ham bor, operator, montajyor, mobilograflar ham bor. Instagramda video qilib turib, endi YouTube'dagi bloger bo'lib turib, YouTuber bo'lmoqchi bo'lgan insonlar ham kelib o'zlarida natijalarni kashf qilib ketishdi. Hatto produktimizning birinchi oyini o'zidan ham daromadga kirib ketganlar. Marhamat, ushbu misollarni o'zlaridan eshitishingiz mumkin. Daromadni aytish kerakmi? Onamni nima qilish kerak? Chorni qilish kerak sizdan. Men daromadimni ko'rmaslik kerak. Assalomu alaykum, men Mohinur G'afurova. Hozirgi kunda Shohjahon Dadaboyevning mentorship YouTube kursida o'qiyman. Shu paytgacha men marketing, media sohasida ishlab kelganman, ammo ko'p xatolar qilganman. Shu kursdan keyin hozirda mana YouTube bo'yicha 2 ta proyektim bor va bu proyektdan daromadim atigi $1000. Kursga yozilishimning sababi o'zi SMM xizmatida ishlab yurardim va SMM xizmatimga YouTube'ni qo'shib, shu xizmatimizni narxini ko'tarish uchun kirganman. Undan tashqari YouTube O'zbekiston bozoriga kirib kelyapti. Faqat SMM bilan cheklanish xato. Shu sabab YouTube'ni chuqur o'rganmoqchi bo'ldim. Ko'p kurslar qidirdim, YouTube'ni o'zidan YouTube bo'yicha darslar ko'rdim. Sun'iy intellekt bilan ishladim, no baribir ustoz kerakligini oxirida bildim va shu uchun kursni tanladim. Kursga kelishdan avval ham YouTube bo'yicha ishlaganman, ya'ni nima qilganman? Faqat tayyor bo'lgan materialni, syomka montaj qilingan materialni faqat YouTube'ga yuklash bilan shug'ullanganman. Bu men shu paytgacha ham YouTube faqat shundan iborat deb o'ylaganman, lekin kursga kelib undagi strategiyalar, har bitta post uchun, har bitta kontent uchun ssenariy yozish hamda uni targ'ibot qilish juda ko'p bosqichlari, oddiy o'zi muqovani o'zi bir katta olamligini tushunib, YouTube ya'ni juda katta tema ekanligini angladim.
va buni chuqur o'rgandik. Nega o'zi man darsni tanladingiz? Sizni kursingiz borda sifatli o'sha uchun ancha kuzatganman 2-3 yil, qilgan loyihalaringizni ko'rganman. O'zim men kursga pul to'lashga juda injiqman, ya'ni o'sha mentorni ko'rishim kerak. Qanaqaligini sizni kuzatib kelganim uchun keyin oxirida tanladim. Meni kutubim o'zi shu bitta proyektim bor edi, juda injiq mijoz va unga men o'zimning YouTube xizmatimni o'zi birinchi boshlayman deb kelganimda, birinchi darsni o'zidan keyin men ancha narsani o'rganib, o'sha proyektni oldim. Darsdan ham kutganimdan a'lo ko'proq narsalar oldim. Faqat YouTube'ni o'zi emasda, menda mana marketing bilimlarim chalkash edi. Mana bugun masalan ssenariy bo'yicha bor bilimlar, lekin chalkash bo'lib ketgandi. Ular hammasi bir joyga kelib, yaxshi bilimlar oldim. Natijasi qanaqa bo'lyapti? Natijasi zo'r. Ya'ni 3-proyektni olish arafasidaman hozir. Shvedgacha nechta taklif tushdi? Bir vaqtda 6 ta tushgan. Bir vaqtni o'zida 6 ta taklif tushdi. O'sha saralab oldim. Agar men kursdan oldingi odam bo'lsam, hammasini pul uchun olib ketaverardim. Yo'q, endi saralab, endi men YouTube kursida o'qib chiqqan mutaxassisman deb saralab oldimda. Bundan taxminan shu 3-4 kun oldin oldim loyihani. Bunda sal qiziq bo'ldi o'zi, chunki men o'zim ishlaydigan o'quv markazi kanali bor edi. O'sha 45-50 mingtaga obunachisi bor edi. Shu loyiha olish bo'yicha marketolog yozganman. Ular menga yo'q deganlar, chunki sizni portfoliyongiz yo'q, tajribangiz yo'q, sizni ola olmaymiz va hozir bizga YouTube menejer kerak emas degan javob berganlar. Keyin bu haqida ham ozgina o'sha Zubayr aka, Muhammadiyor bilan gaplashdik. Bemalol olsangiz bo'ladi deyishdi. Undan keyin men jiddiyroq kirishdim va o'sha o'quv markazimiz rahbari bilan gaplashishga alohida uchrashuv belgiladik, kirdim. Men ularga takliflarimni berdim, o'sha kamchiliklarni ko'rsatib berdim, nimalar qila olishimni aytib berdim. Yoqdi, o'sha loyihani olgan edim, o'sha menga dastur berilgan edi o'tdi. Endi chiqaman degan joyimda o'quv markazi rahbari meni kanalimchi deb so'radilar. Meni kanal analiz qilmadingizmi deb. Analiz qilgan edim, vaqtimga ko'rib chiqqan edim ularni ham, tayyor edim bu narsaga. Takliflarimni va xatolarimni aytdim. Shu joyi o'zida birinchi hozir shaxsiy brend bilan boshladik. Va hozir 1 oy davomida buni ishlab, agar yoqadigan bo'lsa, o'sha o'quv markazi ham kanali kelishuv bo'lgan, uni ham yurg'izamoqda hozir. Ikkalovini ham shu $500 kelishganmiz. Bugungi kunda ushbu produktimizni 1 yil o'tib yanada takomillashtirdik. O'shaning uchun aytib qo'yay, atiga 80 tagina o'quvchini biz ola olamiz. Mana bugungi kun ham tugadi. Hayotimiz bir kunga qisqardi. Sizda esa bu yilgi maqsadlaringizga erishishingiz uchun yarim yildan ko'ra kamroq vaqt bor. Bir narsani unutmang, siz o'zingizni o'zgartirmaydigan bo'lsangiz, hech kim sizni o'zgartira olmaydi. Ishonamanki, ushbu video siz o'zingizni qayta kashf qilishingiz uchun yordam beradi. Muhimi harakatdan to'xtamang va bir narsani hech qachon esingizdan chiqarmang. Ushbu video aynan sizga chiqdimi, bu narsa bekorga emas. Muhimi imkoniyatni qo'lingizdan boy bermang. Ko'rishguncha.